qilishni xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Kris, azizam, bu yer juda go'zal, qara. Afsus, sen bu yerga kela olmading. Azizam, dissertatsiyamni yoqlab olsam, albatta boraman. Kutib qolaman. Mazza qilib dam ol. Men seni yaxshi ko'raman. Men ham, xayr. Rostdan chiroyli ekan. Bu nima balo? Jenorson, nima bu? Dave, bu senmisan? Hazillashma, do'stim. Yo'q, yo'q, yo'q. Qo'lingizni oling, xohlamayman. Daf bo'ling bu yerdan. Emma, meni tanimayapsanmi? Bu men, Viktoriyaman. Bir necha oy o'tdi. Emma haliyam o'sha hodisadan o'ziga kelmadi. Singlisini bu holatda ko'rish og'ir. U uxlash kerak, iltimos, xonamda gaplashamiz. Norvard, kechirasiz doktor, ishim chiqib qoldi. Eshitaman. Viki, Viktoriya Larson Jenorson. Hozir emas, Visi bizga aqlli xabar berdi. U aqlli xabar berdi. Hayden tog'ida sayyohlar g'alati mavjudotni ko'rishdi. U orqada o'tirib, boshini qo'llari bilan yopdi. Yaxshiki, unga yaqinlashmadilar. Endi biz bu narsani ushlashimiz kerak. U hech kimga xalaqit bermasidan oldin ushlash kerak. Bu hammasimi Norvard? Bizga ko'proq ma'lumot kerak. Uni ushlagandan keyin ma'lumot paydo bo'ladi. Meni eshiting, Larson fondning eng zo'r quroli sizniki. Jenorson, yana sizga nima kerak? Sizga osonmi? Laboratoriyada o'tirib olib aytish oson. Men ham sizni yaxshi ko'raman. O'g'lim, u bunday ish qilganiga ishongim kelmayapti. Xolajon, siqilmang. U hech qachon bunday qilmaydi. Yana bir narsa, xonim. Krisning xonasidan rasmlarimizni olsam bo'ladimi? Albatta, istagan vaqtingda kirishing mumkin. Boshladik. Bitta-bittadan va sekin. Bu maxluq nimaga qodir bilmaymiz. Balki boshini olib tashlash kerakdir. Jim. La'nati. Jenorson. Nojan. Qarang, o'ngga qarang. Maxluq yigitlardan baland qichqirdi. Keyin to'satdan jimlik cho'kdi. O'lik sukunat. Yigitlar ovozidan obyektga qarash mumkin emasligini tushundim va qurollarimiz unga qarshi foydasiz ekan. Yo'qotadigan hech narsa qolmagan edi. Xaltamni bo'shatib, orqasidan kelib maxluqning boshiga tashladim. Bu yaramas qimirlamadi. La'nati, Jenorson, bu Zulu 9, obyektni tashish uchun yordam kerak. Seni Skart, nega odam jo'natmading? Qancha bolalar o'lib ketganini bilasanmi?
Men jo'natganlardan faqat shu ikkalasi bor edi xolos. Nima qilibdi? Baribir maxluq hozir kamerada-ku. Odamlarim hayot evaziga menga tergovga kirishga ruxsat ber. Hammasida o'zim ishtirok etishim kerak. Xo'p, Vik, lekin dahshat endi boshlanadi. Bir necha soatdan so'ng qorovul monitorda uning yuzini ko'rdi. Maxluq o'kirdi. Xonadan chiqib qorovulni parchaladi. Uni na gaz, na tinchlantiruvchilar to'xtata oldi. Keyin u polga o'tirib, boshini qo'llari bilan yopib oldi. Demak, bu g'alati maxluqning hatto suratiga ham qarab bo'lmas ekan. Shuning uchun biz uni barcha rasmlarini, hatto videolarini ham o'chirib qo'ydik. Unga teksa bo'ladi. Yuzini ko'rishingni u qanday sezadi, jin ursin? Bilmayman, lekin aniqlayman. Yo'q, aniqlamaysiz. Uni yo'q qilish uchun so'rovnoma yubordim. Mendan so'ramasdan-a? Nima, hali ham tushunmadingizmi? U metal kubni qog'ozda yirtib tashladi. Xavf juda ham katta. 096 obyektni yo'q qilish masalasi ko'rilayotgan paytda Norwood tajribalarini boshladi. Men boshqalar zarar ko'rmasligiga harakat qildim. Maxluqqa mayoqli yoqa taqib, nazorat hududiga hammomga D sinf xodimini joylashtirdik va uni ko'lga tashladik. D2188 oldingizda konteynerda rasm bor. Uni qo'lingizga oling. Tajribachi o'sha uyatchan yigit, ya'ni maxluqning rasmini ko'rgach, obyekt saqlash kamerasidan chiqdi. U bexosdan atmosferaga kirib, uni osonlik bilan yirtib tashladi. Bechora odamni o'ldirdi. Keyin suvdan chiqib, qirg'oqqa tinch o'tirdi. Unga qop kiydirib, kameraga olib kiring. Yo'q qilish yagona chora ekan. Yo'q qilish yagona yo'l ekaniga ishonchingiz komilmi? Norwood, mening qo'mondonligimga yangi guruh tayinlandi. Ular sizning tajriba quyonchangiz bo'lishini va azoblanishini istamayman. Men xavfsizlik ustida ishlayapman. Shifrlash ko'zoynaklarini ishlab chiqishni boshladim. U ko'zoynak bilan maxluqqa qarasa u sezmaydi. Keyin SCP kengashi menga murojaat qilib, obyektni yo'q qilishni ma'qulladi. Norwood bu xabardan hayratda qoldi. Albatta u g'azablandi, ammo men bu to'g'ri ekanini bilardim va biz ana shu uyatchan maxluqni yo'q qilishga birinchi urinishni boshladik. Bu biz o'ylagandan qiyinroq bo'lib chiqdi. Qurol, kislota, juda yuqori va past haroratlarni qo'lladik, lekin ana u uyatchan maxluqning yaralari tez tuzaldi. Keyin boshqa g'alati narsalarni ishlatishga qaror qildik. Uni o'z-o'zini tozalaydigan hovuzda eritmoqchi bo'ldik. Avvaliga hamma narsa rejadagidek ketdi. Ana u uyatchan maxluq suyaklargacha eridi. Ammo tez orada eti qayta o'sib chiqdi. Hovuzga paydo bo'ldi. Hovuz ishlamagach, boshqa xavfli narsani qo'lladik. Uning qo'rg'oshin qamoqxonasidan kameralarini olib tashladik. O'rniga lazer sensorlari o'rnatib, uyatchan maxluqni ichkariga yubordik. Sensorlarga ko'ra, u qisqa vaqt yolg'iz o'tirdi. Tez orada yana bir tajribadagi maxluq kirdi. Keyin u 096 yuzini ko'rdi. Uyatchan maxluq g'azablanib, ana u chol maxluqni yutib yubordi. Ammo tez orada uning shilimshig'i uyatchan maxluqni qornini kuydirdi. Ana bu chol maxluq uyatchan maxluqni cho'ntag o'lchovi, ya'ni o'z dunyosiga tortib ketdi. Biz uzoq vaqt kutdik. Bu rostdan ham ishladi. Bir necha soatdan so'ng ana bu kamtar maxluq odam cholning dunyosidan chiqdi. Suyaklarigacha yemirilgan, albatta. La'nati, yana omadsizlik. Yigitlar, uni qafasga olib boring, doktor Norwoodning laboratoriyasiga. Bolalar, uni qafasga olib borgach, boshidagi qopni yechishni xayolingizga keltirmang. Xo'p, xonim. Bizning telba professorimizga nima kerak? Kirganimda u meni quvonch bilan kutib oldi. Viki, ular ishlayapti. Shunday ko'rinadi. Shunday? Maydon sinovlari bo'lmagan, lekin 096 ni yo'q qilish imkonsiz. Tekshirishim mumkin. Og'ir ekan, ularni yaxshi ko'rib chiqolmadim.
Diqqat, hamma to'plansin. Koridorda 096 da qandaydir muammo bor. Jin ursin. La'nati. Birinchi marta bu maxluqqa qo'rqmasdan qaray oldim. Bu yerda nima bo'ldi? Ey, qarama menga, tegma. Bu yerda nimalar bo'ldi? Uni boshidagi qop qandaydir o'zidan o'zi olinib ketdi. Men eski jamoam bunday xato qilmasdi. Qurolingiz jirkanch. Seni yo'q qila olaman. Bular so'nggi surating, Kris. U yer qanchalik go'zal ekanini eslaysanmi? To'g'ri, u yer juda ham chiroyli edi. Bularni sahifangga joylashtirmoqchiman. Sen qalbimizda yashaysan. Bu nima? Yo Xudo, avvallari buni ko'rmagan ekanman. Nima bo'ldi, Norvard? Hayvonchamiz qochib, devorni yorib, bazadan chiqib ketdi. Jin ursin. Bunday tugashini bilardim. Operatsiya Alfa ustuvorligi toifasiga kiritildi. U butun shaharni vayron qiladi. Siz haqsiz, uni yo'q qilish kerak. Oldingi yigitlar, qani bu ablahni qaytaraylik. Viki, ular yordam berishi shart. Ha, bumi? Rahmat senga, Norvard. Qani uchdik. Men maxluqning radio signalini kuzatib bordim. U guvohlarni o'ldirib, noma'lum joyga yo'l oldi. Ana u pastga yo'lni to'sing, jangga shay turing. Qurollarni tayyorlang. Biz qurollangan edik. Norvard xavfsizligimizni ta'minladi. Kimga duch kelishimizni bilardik. Jangga tayyor bo'lganda kutilmagan hodisa yuz berdi. Xonim, ko'zoynak ish bermayapti. Men uni ko'ryapman. Bu nimasi? Jin ursin. Qo'yib yubor uni, qo'yib yubor. Jin ursin, la'nati. Bu ko'zoynak ishlamayapti, Norvard. Unga qarama, hoy qiz, ko'zingni yum. Men uni rasmda ko'rganman. U men uchun keldi. Demak, maxluqimiz unga hamla qilyapti. Qizga vertolyotga chiqishni buyurdim. Zlata, uni bu yerdan olib ket. Yo'q.